Ertalabdan ishga kelsam, qanotlarim ketdi. Tashqariga kirib ketdi. Allayoran ketdi, malladdes. Bugun ancha boyib qoldim shogirdlarga. Bular men qanotlarimda. U ana Epika bizani kuzatar ekanlar, kelibdilar mana. Ishtiyoq bilan kelgan ekanlar. Men afsus akani qaytarib oldim, lekin o'sha Epika ko'radigan bolalarga jo'natdim. To'g'risi biz Epika ko'rmaymiz. Epikani qaytadan yasadlari Instagramda ko'rdim dedilar. Epikani juda ko'p narsasi nozik bo'ladi. Ayniqsa sim qismlari вообще yani shunaqa asabga tegadigan joylari bor. Shuning uchun bitta Epika ko'rgandan ko'ra 10 ta Gentra yoki 10 ta Cobalt ko'rgan yaxshi. Bizning ishda davom etadi. Cobaltda hozir mana moshni yuradigan qilib beramiz. Bir ikkita nuqsonlari bor ekan. Uch qoladigan odatlari bor ekan, o'shalarni hozir qilib beramiz. Kelaverasizlar. Mana shu Telegram bosib olsanglar bizlar bilan bog'lanasizlar.